İkinci bab. Şunundan keyin Davud Perverdigardan Yahuda şehirlerinin birersiga baraymu dep sordu. Ba dedi Perverdigar. Qaysi şehirge baray dep sordu Davud. Hebronga ba dedi Perverdigar. Şunun bilen Davud ikki ayolini Yizraellik Ahinoam bilen Karmellik Nabal'dın tul kelip Davud'u tekken Abigalni ilip Hebronga ketdi. Davud yana öz adamlarını hem ulanın xotun balalarını billi ilip mangdi. Ula Hebron şehirinin etrafıdaki yezlağa olturaqlaştı. Şundan keyin Yahuda kabilesidikiler Hebronga kelip Davudның beshiga yog' quyib, uni Yahuda qabilasiga podshoh qilib tikladi. Davud Saulni Gilaqdagi yabishliqlarning dafn qilganligini anglab, ularga elchilar orqali mo'ni so'zlarni yetkizdi. Sizlar janobiy podshohinglar Saulga shafoat ko'rsatib, uni dafn qilganliginglar uchun Parvardigor sizlarga baxt ato qilg'ay. Sizlarning qilgan bu xayrlik ishlaringlarga yarasha Parvardigor sizlarga hozirla mehribonlik va vafodorlikni yetkizgay. Men bu qilgan yaxshiliklarni sizlarga yaxshilik qilish bilan yondiray. Podshohinglar Saul vafot bo'ldi. Yahuda qabilasi meni o'zlariga podshoh qilib tayinladi. Endi dodil ve Kaysar bolunla. Ner degan odamning o'g'li Abner Saulning qo'shinining bosh sarkardisi bo'lib, u Saulning o'g'li Ishboshatni Mahanaim shahriga elib keldi. U yerda Abner Ishboshatni Gilad, Ashur, Yizrael, Efraim ve Benyamin degan zeminlarga, ya'ni bütün İsrailiyaga podshoh qilib tikladi. Saulning o'g'li Ishboshat İsrailiyaga podshoh bo'lib tiklanganda 40 yoshda edi. U İsrailiyaga 2 yil podshohlik qildi. Vaholanki Yahuda qabilasi Davudga agashdi. Davud Hebronda Yahuda qabilasiga jami 7,5 yil podshoh bo'ldi. Bir kuni Nerning o'g'li Abner Saulning o'g'li Ishboshatning odamlarini boshlab Mahanaimdan chiqib Gibon shahriga qarab mangdi. Mazlum Ziruyaning o'g'li Yoab bo'lsa Davudning odamlarini boshlab Gibon ko'lining bo'yida ular bilan uchrashdi. Ishboshatning odamlari kelib ko'lning bu tarafida, Davudning odamlari bo'lsa ko'lning u tarafida o'tirishdi. Abner Yoabga qarab, yigitlardan bir nechisi chiqib, oldimizda elishib baqsun deb tovladi. Mayli, elishsun dedi Yoab. Shunda qilib Ishboshat bilan Benyamin qabilasi 12 odam chiqirib, Davudning 12 odami bilan elishdi. Ular raqiblarining beshini mahkam tutib, beqinlariga xanjar urishdi. Shu tariqada ularning hammasi o'lishdi. Şunun üçün Gibondaki bu yer Xanjar maydoni deb ataldı. Şunundan keyin ikki taraf qattiq elishishga boshildi. Natijada Abner bilan İsraillar Davudning odamlari oldida mag'lub bo'ldi. Mazlum Ziruyaning Yoab, Abishay, Asayel degan 3 o'g'li shu yerda edi. Asayelning puti xuddi dalodagi jarandek chaqqan edi. Asayel Abnerning orqasidan qolmay iz besib qo'g'lab mangdi. Abner orqasiga qarab uningdan "Sen Asayelmi?" deb so'radi. "Ha, dedi u. "Meni qo'g'lashdan to'xta. Boshqa biror lashkarni qo'g'lab, uning qurol yaroqlarini tortib ol", dedi Abner. Lekin Asayel uning orqasidan qolmay davomli qo'g'lab keldi. "Meni qo'g'lama", dedi Abner Asayelga yana bir qitim. "Meni jiningni elishga zo'rlama. Unda qilsam, akang Yoabning yuziga qandoqmi qariya olayman?" Lekin Asayel uni qo'g'lashdan to'xtamadi. Shuning bilan Abner nayzasining orqa uchi bilan uning qo'rsiqiga bir urib edi. Nayza Asayelning dumbisidan chiqdi.
Asayil yıkılıp şu yedila cam berdi. Asayilning jasadi yatgan yerga kelganlarning hammasi şu yerde to'xtab qoldi. Endi Yoab bilan Abishay Abnerni qo'g'lashga boshladi. Ular kun o'tirganda Amaq egizligiga yetib keldi. Bu egizlik Gibon cho'liga chiqadigan yo'l bo'yidagi giyoh degan yerning yeniga joylashgan edi. Benyamin qabilasidagilar Abnerning atrofiga yig'ilib, bir to'p bo'lib, egizlikning ustida hozir bo'lishdi. Abner Yoabga qarab, "Qachongacha bir-birimizni qirimiz? Buning oqibatining yomon bo'lganligini bilmamsan. Sen o'z odamlaringga, o'z qiyindoshlaringlarni qo'g'limanglar deb qachon buyruq qilasan?" deb tovladi. "Mengu hayot Xudo oldida qasam qilamanki, agar sen boyiq so'zlarni qilmagan bo'lsang, odamlarim o'z qiyindoshlarini ati sahargacha davomliq qo'g'lagan bo'ladi", dedi Yoab. Ve burgu çaldırvidi, odamları İsraillarni qo'g'lashdan to'xtadi. Ular bilan jang qilmadi. Abner odamlari bilan kechilab, Iordan vodisini bo'ylab menib, Iordan daryosidan kechib o'tib, etsi etganda Mahanayimga yetib keldi. Yoab Abnerni qo'g'lashdan voz kechib, odamlarini to'plaganda Davudning odamlaridan Asayildan boshqa yana 19 odam kam chiqdi. Lekin Davudning odamlari Benyamin qabilasidan, ya'ni Abnerning odamlaridan 360 odamni o'ltirgan edi. Yoab va uning odamlari Asayilni elib kelib, Betlehemda o'z ota-bobolarining qabristonligiga dafn qildi. Ondan ular bir kecha yo'l menib, tong otganda Hebronga yetib keldi.